بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Allohning fazli va rahmati bilan Allohning go'zal ismlarini ma'nolari to'g'risidagi darsimizni davom ettiramiz. Bugungi Alloh taoloning go'zal bo'lgan ismi va sifati Al-Muhsin, yaxshilik qilguvchi degan ism va sifati. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning Al-Muhsin degan ismi Al-Muhsin bo'lib turib Qur'onda kelmagan, va lekin mana shunday, ya'ni yaxshilik qiluvchi deb kelmagan, va lekin sifatlanib kelgan Allohning oyatlarida. Allah Taala aytgandek: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ahsin kama ahsanallohu ilayk." Qasas surasining 77-oyatida va yaxshilik qiling, Alloh taolo sizga yaxshilik qilgani kabi. Shaddad bin Aws radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ikkita narsani yodlab oldim deydi. Albatta Alloh taolo muhsindir. Alloh taolo yaxshilik qilguvchidir va har bir narsaga va hamma narsaga yaxshilik qilishlikni yaxshi ko'radi. Agarda o'ldiradigan bo'lsanglar, yaxshilikda o'ldiringlar. Yaxshi tarzda o'ldiringlar. Agarda so'yliq so'yadigan bo'lsanglar, yaxshilik holatda yaxshilik qilib so'yinglar, ya'ni yaxshilab so'yinglar. Sizlar ham birovingiz agarda so'ymoqchi bo'lsa, shoxini o'tkirlab olsin va so'yilayotgan so'yliqqa rohat bersin, ya'ni dam oltirib, ya'ni rohatlantirib so'ysin. Ya'ni o'layotganda rohatlanmaydi u so'yliq. Va lekin iloji boricha uni qiynamasdan o'ldirsin, yaxshilik qilgan holatda deyapti. Mana shu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohni nima atadi? Muhsin, yaxshilik qilguvchi deb atadi. Alloh subhanahu va taoloning Al-Muhsin, yaxshilik qiluvchi degan ismini ma'nosi mana shu narsalarga qaytadi. In'om etishlik, ya'ni ne'matlashlik va ikrom etishlik, yaxshilik qilishligi, val ato, Alloh taolo berishligi, Alloh taoloning yaxshilik qilish sifati, ya'ni ihson qilishlik sifati doimo unga lozim bo'lgan, ya'ni doim Alloh taolo yaxshilik qilishlik bilangina sifatlangan Allohning sifatlaridan bir sifatdir. Alloh subhanahu va taoloning yaxshiligidan xoli bo'ladigan biror bir mavjudot yo'q. Hech qaysi onda hech qaysi mavjudot Allohning ihsonidan tashqarida bo'lib qolmaydi. Har bir mavjudotga har soniyada Alloh taolo yaxshilik qilib turadi. Hammamizga, bizga-yu va jonzotlarga va jonsiz narsalarga ham Alloh taolo har oningda yaxshilikga borib turadi. Bir soniya ham uzilmasdan. Bizlarga nafas berib turishligi bu Allohning yaxshiligidan, bizlarga rizq berib turishligi bu Alloh taoloning ihsonidan va jonzotlarga suv berib turishligi bu Alloh taoloning ihsonidan. Va mana bu olamga quyosh chiqarib turishligi va qorong'u salqin qilib turishligi bu Alloh taoloning yaxshiligidan. Ya'ni bu koinotda biror bir mavjudot yo'qki, Alloh taoloning ihsonidan tashqarida olib qolgan narsa yo'q ekan. Va Alloh taoloning qilgan eng katta yaxshiligi, eng katta ihsoni shuki, bir insonga mana bu dinga tur berishlikka, mana bu dinga amal qilishligi uchun tavfiq berib qo'yishligi va yana uning ko'kragini, ya'ni uning qalbini bu din uchun keng qilib qo'yishligi, yoritib qo'yishligi. Afaman sharahallohu sadrahu lil-islami fahuwa ala nurin min rabbih. Mana bu islom uchun uni ko'kragini ochib qo'ygan bo'lsa kimniki? Fahuwa ala nurin min rabbih, va u banda Robbisi tomonidan bo'lgan nur ustidadir, deyapti Alloh taolo. Ya'ni bundan katta ne'mat bo'lmaykan. Bu din uchun odamni qalbi ochilib qolishligi, bu dinni qabul qilishligi, bu dinga amal qilib qolishligi, bu dinga amal qilish uchun tavfiqlanib qolishligi bu Alloh taoloning eng katta, eng ulug' bo'lgan yaxshiligidan, ihsonidan bo'ladi. O'lgunga davr haq ustida sobit qolishlik bu Alloh taolo tomonidan berilgan eng katta yaxshilik bo'ladi. So'ngra Alloh subhanahu va taolo o'z bandalarini mana shu ismlarni nimaga taqozo qiladigan bo'lsa, ana shu taqozo qilayotgan narsalar bilan Alloh taologa yaqinlashishligini Alloh subhanahu va taolo bandalaridan xohlaydi. Va huvar Rahman yuhibbur ruhama. Va u subhanahu va taolo Rahmon degan sifati bor, ismi bor. Va shu bilan birgalikda rahimlilarni, rahm qilguvchilarni yaxshi ko'radi. Va u Alloh taolo karim bo'lgan, saxovatli bo'lgan, Alloh taolo yaxshilik qilguvchi bo'lgan zotdir, sahiy bo'lgan zotdir va sahiylarni, saxovatlilarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Muhsin yuhibbul muhsinin. Alloh taolo o'zi muhsindir. Alloh taolo o'zi yaxshilik qilguvchidir va yaxshilik qilguvchilarni ham Alloh taolo sevadi. Qala ta'ala va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin. Baqara surasining 195-oyatida aytadiki, va ihson qilinglar, yaxshilik qilinglar. Alloh taolo ihson qilguvchilarni, albatta Alloh taolo yaxshilik qilguvchilarni yaxshi ko'radi deb aytayapti. Wal ihsan min al-'abdi huwa
أعظم مقامات الدين وأرفعها كما جاء في ذلك في حديث جبريل عليه السلام. وإحسان بندنين bu dindagi eng sharafli maqomidir. Bu dindagi bandani eng yetishgan, eng katta maqomi ana shu bo'ladi. Eng sharafli maqomi ana shu bo'ladi. Ihson martabasi. Jibrilning hadisida kelgan, ya'ni mashhur hadis bor. Jibril alayhisalom kelib turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raydi, sahobalarni oldida. Odam qiyofasida keladi-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam savollar beradi. Har savol berib turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berganda, to'g'ri aytdingiz deganda insonlar qanday bu so'rab turib, yana tasdiqlayapti. Javobini go'yo bilgandek deb turib hayron qolishadi. So'ngra Jibril chiqgandan keyin masjiddan yoki ana shu majlisdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, mana bu kelgan kimsa bu Jibril alayhisalom edi, kelib sizlarga diniylarni o'rgatib ketdi degan hadis. Mana shu hadisda ihson haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raydi. Akhbirni anil ihsan. Ihson haqida menga xabarini bering ya Rasululloh deganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ihsonni eng oliy martabasini tushuntirib beradi. An ta'budalloha ka'annaka tarah. Allohga uni ko'rib turganingizdek unga sig'inishligingiz. Mana bu ihson bo'ladi. Va in lam takun tarahu fa innahu yarak. Agarda Allohni ko'ra olmayotgan bo'lsangiz, ko'rishlikni his qila olmayotgan bo'lsangiz, u Alloh sizni ko'rib turganini his qilib ibodat qilishingiz bu ihson bo'ladi deydi. Bilasizlarmi nima uchun odamlar ihson qilishligi ihson deb atalgan? Nimaga odamlarga taom yedirishligi ihson deb ataladi? Nimaga odamlar sadaqatlar qilishligi yoki odamlarga yaxshilik qilishliklari, infoqlar qilishligi ihson deb ataladi? Chunki shu narsa bilinsinki, odam infoq qilayotgan paytda, sadaqatlar qilayotgan paytda Rasululloh aytgandek, an ta'budalloha ka'annaka tarah. Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishing. Ya'ni bu qilayotgan ihsoningni Alloh ko'rib turgandek berishliging. Ya'ni odamlar ko'rib turgani uchun emas, odamlar seni maqtayotganligi uchun emas, rahmat aytishligi uchun emas, sendan minnatdor bo'lib, seni haqqingga duo qilish uchun emas. Alloh ko'rib turgandek ibodat qilishing, Alloh ko'rib turgandek ihson qilishing. Agar Alloh ko'rmagan bo'lsang, buni his qilmagan bo'lsang, Alloh seni ko'rib turganligingni his qilgan holatda, Alloh sizni ko'rib turganligini his qilgan holatda ihson qilishingiz. Shuning uchun bu ihson deb atalgan. Odamlarga taom yedirishlik, odamlarga yaxshilik qilishlik bu ihson deb atalgan. Chunki uni savobini banda Allohdangina umid qilsin degan maqsadda bu ihson deb ataladi. Demak, ihsonning eng oliy martabasi odam Alloh taoloni ko'rib turgandek, ya'ni xushu huzur bilan Allohning huzuridaman men hozir. Namozimda ham, har bir amalimda Alloh meni ko'rib turibdi. Men ham Allohning huzuridaman, uni ko'rib turgandek sig'inishlik bu ihsonning eng katta oliy martabasi bo'ladi. Va huwa ashrafud-din va arfa'u maqamatihi kama taqaddam. Va bu dinning eng cho'qqi, eng sharafli yeridir va eng baland maqomidir aytganimizdek. Va min al-ihsani aydan al-ihsanu ila ibadillahi birran va bil validayn. Va yaxshilikning turlaridan shu bo'ladiki, Allohning bandalariga yaxshilik qilishlik ham bu ihsonning turidan bo'ladi. Go'yo inson ota-onasiga yaxshilik qilish kabi. Wasilatul arham va qarindosh urug'chilik silalarini mustahkamlashlik, qarindoshlarni ziyorat qilishlik, ular bilan aloqalarni tiklashlik, ularni holidan xabar turishlik va bu ham ihsonga kiradi. Insonlarga qaysiki yo'l bilan yaxshilikni ulashishlik uchun yo'lida ijtihod qilgan odam, tirishgan odam, bu ham ihsonning turlaridan bo'ladi. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Rahmon surasida aytadiki, Alloh subhanahu va taolo yaxshilikni savobini faqat yaxshilik bilan berishlikni Alloh taolo aytadiki, ihsonning jazosi, mukofoti faqatgina ihsondir. Ya'ni yaxshilikning mukofoti faqatgina yaxshilikdir. Va qala ta'ala lillazina ahsanul husna va ziyada. Yaxshilik qilguvchilarga go'zallik, ya'ni yaxshilik bordir qiyomatda ularga. Ya'ni jannat bilan ularni siylaymiz deb turib, va ziyada, ularga yana ziyoda bo'ladi dedi. Mufassirlar bu ziyoda so'zini aytishadiki, ularga jannat berilib bo'lgandan keyin Allohning yuzini ko'rishlik bilan ular rizqlanadilar. Ziyoda degan mana shu bo'ladi. Ham ular jannat bilan siylanadi, yaxshilik qiluvchilar qiyomatda va Robbalarini go'zal bo'lgan yuzini ko'rishlik bilan ular mukofotlanadilar. Yunus surasi 26-oyat. Wa min thimaril ihsanil azima fid dunya inshirahu sadril muhsini wa tibi nafsihi wa tuma'ninat qalbihi. Aytganimizdek, ihson qiladigan insonlar, ya'ni yaxshilik qilishlik bilan odatlangan insonlarga Alloh taolo shunday samara beradiki, ularga shunday bu dunyoda o'zida mukofot beradiki, birinchidan ularni qalblari kengayadi. Doim ularning qalbi keng bo'ladi. Qalbdorlardan bo'lmaydi ular, qalbi keng bo'ladi, saxovatli bo'ladi va har ibodat qilganda ularni qalblar xotirjam bo'laveradi. Har ihson qilganda ular yanada xursandlashaveradi, xursand bo'laveradi. Doimo ularning yuzlari burishgan, qalblari toraygan, dunyo torayib ketganlardan bo'lmaydi.
Shuning uchun ham musulmon odam bu dunyoda ham jannatga kiradigan mana shu bo'ladi. Doim yaxshilik qilib yuradi, shu bilan birgalikda qalbi keng bo'lib yuradi. Va mana buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslimdagi hadisda misol keltirib beradiki, Allohning yo'lida ihson qiluvchining misoli va Allohning yo'lida ihson qilishlikdan baxillik qilgan insonni misolini keltiradiki, go'yo bir temirdan bo'lgan sovut kiygan odamga o'xshashadilar dedi. Allohning yo'lida infoq qiluvchi odam har infoq qilganda uni sovuti, temiri, halqalari kengayib ketaveradi. Hatto uzun kiyim bo'lganligidan yurganda uni izlarini doim o'chirib yuradi. Har ihson qilganda uni temirdan bo'lgan kiyimi kengayib ketaveradi sovuti. Lekin baxil insonlar bo'lsa, ihson qilmasdan, ihson qilishni o'ylagandayoq uni boyagi ustidagi sovuti, temirdan bo'lgan sovuti torayib ketaveradi. Har ihson qilishni o'ylaganda u torayib qisilib qolaveradi. Hatto ihson qila olmay qoladi. Ya'ni ihson qiluvchi odamning qalbini keng deb turib misol keltiryapti. Doimo baxtiyor yashaydi, quvnoq bo'lib yashaydi, xursandchilikda yashaydi doimo va ochiq chehra bilan yuradi. Lekin baxil inson ihsonni o'ylaganda, yaxshilik qilishlikni o'ylaganda, uni qalbi torayib, qiynalib, burishib yuraveradi va dunyo unga borib torayib ketib qoladi. Alloh taolo aytgandek, "Man a'radan zikri", bu dunyo ma'qullikdan, zikrimdan bosh tortadigan bo'lsa, fa inna lahu ma'ishatan danka, va tahqiq unga tor hayot bo'ladi degani mana shu bo'ladi. Va lekin muhsinlarning jazosi, mukofotlari mana shugina emas. Ya'ni bu dunyoda ular baxtli bo'lib yoki bu dunyoda ular qalblari yashnab, ularni doimo qalblari keng bo'lgan holatdagina yashab o'tib qolishlik bilan emas. Ya'ni bu bilan cheklanmaydi ularning mukofotlari. Ya'ni bu dunyodagi mukofotlari, ya'ni tezlashtirilgan mukofotlari shu to'g'ri. Lekin ularning asosiy mukofotlari qayerda bo'ladi? Oxiratda. Alloh subhanahu va taolo ularni nafslari nimaniki ishtiho qilgan bo'lsa uni beradi. Va ko'zlari nima bilan quvonadigan bo'lsa, ko'zlari nimani ko'rib turib quvonadigan bo'lsa, nimani ko'radigan bo'lsa, nimadan xursand bo'ladigan bo'lsa, ana shuni berib turib ularni Alloh taolo ularni mukofotlaydi. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Ularga, ana shu yaxshilik qilguvchilarga bu dunyoda Robbilarining huzurlarida nimaniki xohlasa bordir. Zalika jazaa'ul muhsinin. Va ana o'sha muhsin bo'lgan yaxshilik qilguvchilarni, bandalarni jazolaridir, ya'ni mukofotlari ana shudir deb turib, ya'ni qiyomatda ular nimaniki xohlaydigan bo'lsa, ularga bor bo'ladi. Yo'q narsani qiyomatda ularga, jannatda ularga yo'q narsani o'zi yo'q. Zumar surasi 34-oyat. Faqat jama'allohu lahum bayna thawabayni al-mu'ajjal wal mu'ajjal. Ularga Alloh taolo ikkita savobni jamlab qo'ydi. Tezlashtirilgan savob bu dunyodagisi va kechiktirilgan savob oxiratdagisi. Ularga ikkovini ham beradi. Alloh taolo Qur'onda aytgandek, "Fa'atahumullohu thawabad dunya va husna thawabal akhirah." Alloh taolo ularga bu dunyo savobini berdi va oxirat savobini eng go'zalini berdi. Vallohu yuhibbul muhsinin. Va Alloh shu yerda ham nima aytayapti? Muhsinlarni yaxshi ko'radi deb aytayapti. Ularga ikki dunyo yaxshiligi berilar ekan. Oli Imron surasi 148-oyat. Alloh taolo bizlarni va sizlarni mana shulardan, ana shu kimsalardan, muhsin bandalardan qilsin. Allohu a'lam va sallallohu vasallam ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.